Kunlar sovishi bilan ko'zlar qizarib va burunda oqish boshlanadi. Bu shamollashdan darak. Avvallari 2 kun, 3 kunda tuzaladigan shamollash hozirgi kunga kelib bir hafta 10 kunga cho'zilib boryapti. Chunki immunitet tushib ketgan va organizm sekin-sekin o'lib boryapti. Hozirgi kunda ichiladigan dorilarning 50% bu hammasi soxta. Ya'ni soxtalashtirish juda ham ko'payib ketgan. Tabobat yildan-yilga o'lib bormoqda. Sizlar uchun foydali maslahat. Piyozni olasiz, xuddi shu shaklda qo'yasiz. Hafta, 10 kun, har kuni, har kecha, ertalabgacha qo'yib o'tasiz. Bu immunitetni ko'taradi va tabiiy antibiotik organizmdagi har qanday viruslarni chiqarib tashlashda yordam beradi. Shamollash boshlandimi, bu muolajani juda ham tezlik bilan qiling azizlar. Juda ham foydali va kerakli maslahat. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, uni shamollashi bor insonlarga jo'natib qo'ying. Agar sizda suyak bo'g'in kasalliklari muammosi bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasiz. Salomat bo'ling azizlar.